oddiy avtomatlar bor, super avtomatlar bor. Bu super avtomatический kofe mashina DeLonghi. Bitta apparatda 20 xildan oshuv kofe qilish mumkin. Buni displeyini ishlashini qarang, ishlashini. Ba'zi bir Android telefonlardan tezroq ishlaydi. Ham холодный, ham горячий kofeni bittada qilib bera oladi. Latte macchiato ichaman desangiz, kolичествосini, achchulik darajasini kontrol qilib turib, damlashingiz mumkin bo'ladi. Bitta apparatda 4 tagacha profil ishlatishingiz mumkin. Buni animatsiyasiga bitta baho bering. Latte macchiato'yimiz ham tayyor bo'ldi. Bunga bitta baho berib qo'yasiz. Buni kremiga bitta ahamiyat bering. DeLonghi Italiya brendi hisoblanadi. Bu apparatimiz bo'lsa, Ruminiya emas, rostakasım toza Italiyani o'zida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Apparatga 3 yil to'liq kafolat beramiz. Narxi $820. Birinchi xarid qilgan mijozimizga 1 kilolik kofeni tekinga qo'shib beramiz. Pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.